Amir avtosavdoni muntazam kuzatib boruvchi mijozlarimiz sizlar nafaqat arzonga moshina, balki uy-joy yoki spes texnika sotib olish imkoniyati ham sizlarda bo'ladi. Chunki narxlar arzon bo'lsa, insonlarga manfaatli bo'lsa, albatta bu narsani yoritib sizlarga qo'yib boramiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan spes texnika sotuvga qo'yildi. Hop, bularda probeg bo'lmaydi, bilasizlar. Ishlagan soati hop 17799 soat ishlabdi. Hozirda deyaptilar, texnik holatda umuman muammosi yo'q, texnik holati soz holatda, hatto uchidaligi qaytisi ham bor ekan, uni ham beramiz dedilar. Hop, texnik holatlari zo'r, ortiqcha nimasini gapiramiz. Qolgan joylar hamma yo'qlari yaxshi holatda, injektor motorda bo'lar ekan, bularda anaqa aparatam der ekan-ku. Bunaqa narsani tushunadiganlar o'sha bitta ko'rib mana tushunib bo'lishdi. Biz doim mashina qo'yganimiz uchun bunaqa narsa sizlarga yoritish sal qiyin bo'ladi. Xatoliklar uchun oldin uzr so'raymiz. Okey, narxini $54,000 dedilar. $54,000 dedilar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib, narxini tortishib olsanglar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun albatta nomerlar qoldiramiz. Bizga podpiska bosib qo'ysanglar, insonlarga manfaatli bo'lgan videolarni albatta yoritib boramiz. Hammaga katta rahmat, salomat bo'linglar.